Assalomu alaykum hammaga. Bolalar nimaga? O'zingizlarda qaro ko'zingizlarda. Bugun PUBG'ga kirib hamma taraf titib o'tirsam, bitta sabita kelibdi. Kirib ko'raman. Kirdim. Bile tidem set kelibdi-yu. Voy bila, lekin qimmat ekan, atak bo'laveradi endi. Menda bir bila anaqa bor ekan, 60 bonus 1492 ga men olaman ekan buni. Olishim kerak endi. UC tashiymanmi yo'qmi? Shunaqa gap bo'lyapti. Men buni yoqda ham narsalar kelibdi. Oldivi narsalar kelgan. Oladiganlar olaversin. Lekin shu TDMset qimmatga tashabdi-da. Bile qimmatda. Jalkada просто bagiga mana 480 mi? 2100 emasmidi? Orjalarga skin kelgan. Skarelga borgan, Bizonga, yana tipi anaqa drabashga, globilar, ID kartalar, keyin cerebrolar kelibdi, 90 ekan 5 tasi, to'g'ri qildim deb gapirik. Qimmat-ku вообще, qaltiramanglar deyman-ku. Shu Skarel bilan mana shu TDMset yaxshi ekan, bo'ldi, boshqasi bo'lmaydi, kerak emas bolalar. Boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa bu yerda. Просто bu вообще qimmat. Bitta shu kuchukcha arzonroq mushuk nima edi? 2 bola kecha lednik tushirganman, maqtanishim kerak-ku. 1 Shuni agar podpiska tashlab qo'llab-quvvatlasanglar, mana shuni 7-6 qilamiz. Agar podpischim 5000 taga oshsa, mana shu akkauntimni full anaqa olaman. Nima deydi? Anaqa qo'yaman. Obunachilarimga berib yuboraman. Bo'pti hammaga borlar.